Umayis hamyurtlar Toshkent avtovokzalidan UzAvtotrans avtobuslarimiz orqali Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga kimdan kim ketmoqchi bo'lsa, ekranda ishonch nomerlarimiz, telefon qilib joylar band qilishingiz mumkin akalar. Mana avtobusimizni klientlarimiz bilan podrobniy gaplashib o'tamiz akalar. Akajon, avtobusimiz qalay? Yaxshi, hammasi. Toshkentda o'zida o'tirdingizmi akajon? Ha, Toshkentda. Sal qattiqroq gapiraverasiz. Po biletu, po местami ketilyapti, ha? Ha, hammasi. Oldi mestalarda. Konditsionerlarimiz ishlab turibdimi? Hammasi yaxshi. Ishlab yaxshi ketyapsiz aka. Qayerga ketyapsiz? Moskvaga. Moskvaga bilet bilan o'tirdingiz. Kasetli metroga avtobuslarimiz yetib boradi ukalar. Siz majburlab videoga oldirmayapman aka. Yo'q. To'g'risini gapiring. Ko'p odamlar ko'radi bu videoni aka. Yolg'onchi bo'lib qolmaysizlar, aytavering ochig'ini. Yolg'on bo'lmay, hammasi yaxshi. Telefon qilib joylar band qilishingiz mumkin akalar. Mana ayol kishilarimiz ham bor. Salonlarimizda bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib kelishingiz mumkin. Avtobusimizni podrobniy ko'rsatib o'tamiz. Obujon, avtobus yoqdimi? Mana bolachalari bilan bemalol ketishingiz mumkin. Detskiy biletlar qilib beramiz bolachalarga. 6 yoshgacha detskiy bilet yoziladi. Avtobusimiz qanday yomon tomonlari bor opa? Aytavering. Ikkinchilik ketishini yo'q. Yo'q, yomon tomonlari. Hamma yo'g'i yaxshi. UzAvtotrans orqali ikkinchilik ketishingiz. Biletu, po местami bez persatga avtobuslarimizda reyslaringizni amalga oshirasiz. Bular ham sizlardan shekilli. Mana qizlari bilan ketyapti ayollarimiz. Orqalarimiz pustoy holatda. Mazza qilib mana biratanimiz ham yotqizib olib ketyapti sizlarni. Qalay aka avtobus? Aka, xudo xohlasa, yaxshi aka. Yo'qda, xudo xolasa maza qilib yetib olasizlar akalar. Orqada 5 tali mestamiz, eng Korolevskiy mesta. Yo'qda ketaveradi klientlarimiz. Telefon qilinglar akalar, joylar band qilinglar.